Sizga maktabda aytilmagan haqiqatlar bilan tanishing. Dunyodagi eng birinchi universitetni muslima ayoli qurganini bilarmiding? Yo'q, bu Oksford emas va Garvard ham emas. 9-asr Marokashning Fes shahri. Fatima al-Faxriy ismli ayol o'ziga meros qolgan barcha boyliklarini ta'lim yo'lida sarflaydi. U Al-Qaravayn masjidi va uning qoshida ta'lim dargohiga asos soladi. Va bu faktni nafaqat tarixchilar, balki UNESCO va Guinness rekordlari kitobi ham rasman tan olgan. Yevropaning eng qadimgi Boloniya universitetidan qariyb 200 yil oldin bu yerda matematika, astronomiya va tibbiyot akademik darajalar berilgan. Hattoki mashhur Rim papasi Silvestr II ham shu yerda ta'lim olgani aytiladi. Endi o'ylab ko'ring, nima uchun hozirgi kunda universitet deganda ko'z oldimizga faqat g'arb ta'lim tizimi keladi? Islom sivilizatsiyasi ayol kishiga ilm-fan markazini boshqarish huquqini bergan bir paytda boshqa madaniyatlarda ayollarning o'rni qanday edi? Va bu voqea insoniyat tarixida ilm-fan chegara va jins tanlamasligini eng katta isbotidir. Sizningcha nima uchun bugungi kunda musulmon olamidagi ta'lim tizimi o'z mavqeini yo'qotdi? Kommentariyda o'z fikringizni yozib qoldiring.